Chayon burchdagilari. Xush kelibsiz mening kanalimga. Sizlar bilan Sulviye va biz siz bilan 22 dekabrdan 28 dekabrgacha bo'lgan asosiy energiya tendensiyalarini ko'rib chiqamiz. Va biz boshladik. Asosiy energiya, ogohlantirish va maslahat. Asosiy energetika shundan iboratki, siz nimagadir hozirda qanaqadir bir holat yuzga kelgan, o'sha holatdan uncha mamnun emassiz. Hozircha siz qanaqa qaror qabul qilishni bilmayapsiz va sizga berilgan takliflarni qabul qilgingiz kelmayapti. Siz o'shandan xafasiz. Xo'p. Ogohlantirish siz o'zingizni qo'lga olgan holda manipulyatsiya qilish holatidan chiqib ketishingiz kerak. Nimaga deganda, balki kimdir sizga qanaqadir manipulyatsiya ishlarini qilmoqchidir. Balki sizni qanaqadir bir narsaga, agar siz rozi bo'lgingiz kelmayotgan bo'lsa, bir ishga, o'sha narsaga sizni rozi qilish niyatidadir. O'sha insonlarning oldidan siz balki qochgingiz kelayotgandir. Shunaqa holat bo'lishi ham mumkin. Maslahat shundan iboratki, siz o'zingiz ishingizni ustasisiz, siz bemalol o'zingizni ishingizni bu odamga suyanmagan holatda ham eplab ketishingiz mumkin. To'g'ri, hozirda sizni bu odam uncha qo'llab-quvvatlamayapti sizni davringizda, lekin bir narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Bu sizni manipulyatsiya qilayotgan, ustizdan kontrol qilayotgan insonni qo'liga qarab o'tirmang. O'sha insonlarning orasidan keting. Agar siz ketmoqchi bo'lishga uveren bo'lsangiz, ishonchingiz komil bo'lsa. Siz chunki qo'rqmang, chunki sizni o'zingizni o'sha bo'lgan ishonchingiz, qo'lingizda bo'lgan o'sha sizning hujjatlaringiz hammasi sizni qo'lingizda bor. Siz boshqa joyda ham o'zingizni joyingizni topib ishlab ketishingiz mumkin. Agar shunaqa holat yuzaga kelayotgan bo'lsa, e'tibor bering shu holatlarga. Hozircha o'ylovdasiz, nima qilishni bilmayapsiz. Xo'p. Yuzaga kelgan holatlardan xavfsiz. Shuning uchun o'zingizni hayotingizni javobgarlikni qo'lga oling va o'sha bir qarorga kelishni ayni paytidir. Foydalanib qoling bu energiyadan. Xo'p, izohlardan men o'zimni YouTube kanalimni silkasini qoldiraman. Iltimos YouTube kanalimga o'tib ham obuna bo'ling. Paka-paka.